Hamma gençler, sizlar bilan men Wolf 777. Bugun biz mana bu TNT'larni portlatib ko'ramiz. Mana birinchi TNT'miz. Hozir buni qo'yaman. Jaziga qo'yma buni. Olamiz. Yo'qon portlariga. Bu nima ya kuzu? Bu menimcha lava chiqaradi ekan bu TNT. Endi bu menimcha kuchli portlasa kerak deyapman. Bu uncha kuchli emas. Endi o'zimga kerak joyni topdim. Endi mana bu TNT. Bu nima qiladi endi? Portlaydimi? Nima qilyapti? Bu aylana hosil qiladigan. Endi bu dahshatli holat endi. Bana nima bo'ldi? Bu qora nima edi? Endi bu qanaqa TNT bo'lishi mumkin? Bu menimcha jon beradigan TNT deb o'ylayapman. Hozir ko'ramiz. O'zim ham aytdim-ku, jon beradigan TNT. Bu qanaqa TNT endi? Portlaydi. Qan. Bu mana pilagerlarni paydo qilar ekan. Bu TNT'ga keldi navbatimiz. Moy pesga tushib ketdi. Pilagerni muzlatib qo'ydimi? Zo'r TNT ekan lekin. Menga yoqdi. Endi bu TNT. Bu menimcha boshqacharoq TNT ko'rinyapti ko'zimga. Bu portlaydimi? Portlaydi. Qayerga? Bu yerda portlaydigan TNT menimcha. Qani bu TNT qanaqa TNT? Ma'qulmayapti. Nima qiladi? Hozir ko'ramiz. Nima qiladi? Zo'r TNT ekanligi. TNTlar. Yani bunu olamiz. Bunu TNTlar tugadi. Nima qiladi bu TNT? Ko'ramiz. Bu yondiradigan TNT ekan. Bu TNTni bu yerda portlatamiz. Bu xavfliroq bo'lyapti o'zimga. Chetroq qo'ydik, kuzatamiz.
Nima qildi bu? Menimcha yomon emas. Bu endi qo'yamiz. Qot o'zi nima deb bo'ladi ona. Porlamayapti-ku. Nima qildi? Minecraft qotib qoldi, nima bu? Minecraft qotib qoldi bu tendini. Nima qilyapti bu? Minecraft qotib qoldi o'zi. Bu nimalar qilib tashladi bu yerni? Nimalar qilib tashladi endi? Endi buni portlatib ko'ramiz. Endi buni bu yerda portlatib ko'ramiz. Portlayaptimi? Portlayapti. Nima qildi? Hech nima qilmadi. Endi buni portlatamiz. Buni portlatga yo'qmi? Nima qilyapti bu? Folbin ekan. Hozir menga nima bo'ldi shuni? Nima bu? Nima jasasi? Yo'q degaman. Nimaning tushunmadim. Yeril tutdimmi bu nima balo? Bu tendini bu yerda portlataman. Sen garu. Burada dur hozir buni portlataverim. O'lasan. To'xtab tur u yerda. Bu ikkita bo'lib ketdimi? Bu ham katta portlaganligi. Buni portlatamiz. Buni mana bu yerda portlatsak, ayni muddo Minecraft qotib qoldi. Yeni bo'ldi. Nima qilyapti? Minecraft qotib qoldi buni. Nima qildi? Bu yoqdan ham qazibdi, bu yoqdan ham qazibdi. Zo'r tend ekan. Va oxirgi tendi. Bir nima qilib olaychi? O'zamiz. Nima qilamiz? Portlayınca. Sen kimse uçuyorsun çakamayacağım ama burada. Koyuş bitti. Просто kuchaydigan tendigan. Do'stlar, videoni oxiri ham kelib qoldi. Birpasda endi buni men 4 ta portlatishga qaror qildim. Minecraft ko'tara oladimi, ko'tara olmaydimi? Bilmadim o'zi. Ko'tardi. Bundan ham 4 ta portlatib ko'raylik. Shu bilan videoni yakunlaymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Mana yo'q tashaman. Yo'q qildimi? Do'stlar, videoni yakunlaymiz. To'pimizni siqamiz.
Sizlar bilan men Wolf Uzubi 777 bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Shunda bundan ham qiziqroq videolarni chiqarishga men harakat qilaman. Kanalga obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmanglar do'stlar. Sizlar bilan Wolf Uzubi 777